Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun sizlar bilan biz ko'llar va muziklar haqida umumiy tushunchaga ega bo'lamiz. Yanada ko'proq geografiya haqida ma'lumot olish uchun Geografiya Yuskin kanalimizga a'zo bo'ling. Demak, ko'llar haqida gaplashadigan bo'lsak, daryo suvi quyilib, o'sha joyda tabiiy holatda to'planib suvga biz ko'l deb ataymiz. Endi ko'llarning hosil bo'lishi ham o'ziga xos xususiyatlarga ko'ra bo'linadi. Ya'ni ko'l demak yer yoriqlari natijasida hosil bo'lsa, bu tektonik ko'l hisoblanadi. Mana misol uchun tektonik ko'llarga dunyodagi eng chuqur ko'l Baykal ko'lini misol keltirishimiz mumkin yoki Afrikada joylashgan Tanganika ko'llarini tektonik ko'llarga misol tariqasida aytishimiz mumkin hisoblanar ekan. Endi ko'llar hosil bo'lishiga ko'ra yana ayrim turlarga bo'linadi. Mana misol uchun ko'llar hosil bo'lishi muz ta'sirida hosil bo'lsa, mana yaxshi bilamiz, Skandinaviya yarim oroli yoki demak Finlandiya orollari umuman mana shu hududlarda hosil bo'lgan ko'llar ko'proq muz ta'sirida hosil bo'lgan hisoblanadi. Agar tog'liklarda muz ta'sirida hosil bo'lgan ko'l bo'ladigan bo'lsa, bu morena ko'llar hisoblanadi. Endi undan tashqari daryolarning qayrlari, ya'ni chekka qismida hosil bo'ladigan bo'lsa, bunday ko'llarni biz demak qayir ko'llar deb ataymiz. Ya'ni suv bosadigan chekka qismlarda hosil bo'lsa. Undan tashqari Kars yo'laklarida hosil bo'lishi mumkin, vulqon yoriqlarida hosil bo'lishi mumkin. Ana shunday turlarga bo'linar ekan. Endi O'rta Osiyodagi eng yirik ko'l bu Orol ko'lining ham hosil bo'lishi aynan tektonik yo'l bilan hosil bo'lgan. Ya'ni yer yorilishi natijasida hosil bo'lgan ko'llar turiga kiradi. Aynan ko'llarning hosil bo'lishi ana shu jarayon bilan bevosita bog'liq hisoblanar ekan. Endi ko'llarning maydoni jihatidan dunyodagi eng yirik ko'l bu Kaspiy ko'li hisoblanadi. Maydoni 376.000 kvadrat kilometr. O'zbekiston maydoni bilan deyarli teng yoki dunyodagi eng rivojlangan davlatlardan biri hisoblangan Yaponiya davlati bilan maydoni bilan tengma-teng hududga ega hisoblanadi. Ayrim testlarimizda ana shunday savollar ham chiqqan hisoblanadi. Endi ko'llar xususiyatiga ko'ra demak dunyodagi eng chuqur ko'l bu demak Rossiyaning Sibir hududlarida joylashgan Baykal ko'li hisoblanadi. Bu eng chuqur ko'l. 1620 demak dunyodagi ko'llar mamlakati deyilgan hududlar mavjud. Ya'ni Finlandiya va Karelina hududlari deb ataladi. Skandinaviya yarim oroli va bu yerda Kola yarim oroli bor. Undan tashqari Finlandiya hududlarida ham muz hosil bo'lgan, ya'ni morena yo'l bilan hosil bo'lgan yirik demak ko'llar joylashgan hisoblanadi. Undan tashqari ko'llar hosil bo'lishiga ko'ra to'g'onli ko'l ham bo'lishi mumkin. Mana misol uchun Pomir tog'larida Sares ko'li Murg'ob daryosining to'silishi natijasida demak hosil bo'lgan ko'l hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda demak Sares ko'li 1911-yilda Murg'ob daryosining to'silishi natijasida hosil bo'lgan to'g'onli ko'l hisoblanar ekan. Ko'llar ana shunday xususiyatga ega. Bizga daryolarimizning asosiy manbai hisoblangan muziklar, qor va muziklardan to'g'uvchi daryolar bizda asosiy joylashgan hisoblanadi. Endi qor chizig'i degan tushuncha mavjud hisoblanadi. Qor chizig'ining hosil bo'lishi bevosita tog'liklarning deyarli barchasida uchraydi. Muziklarni o'rganish fanni biz galitsologiya fani deb ataymiz. Ko'p yillik muziklarni o'rganish fanni esa geokrologiya fani deb ataymiz. Bu muziklarning hosil bo'lishi aynan yerga quyosh nurining tushishi va yuqoriga ko'tarilishi bilan bog'liq hisoblanar ekan. Endi nima uchun yerdan yuqoriga ko'tarilganimiz sari quyosh nuri demak kamayib boradi, quyoshga yaqinlashyapmiz-ku degan savol bizni qiynaydi. Buni chizmalar yordamida ko'ramiz. Haroratning pasayib borishiga sabab nimada? Bizga yaxshi ma'lumki, atmosferaning quyi qatlami troposferada yuqoriga ko'tarilgan sari havo harorati pasayib boradi. Buni sababi nimada deydigan bo'lsak, yer shari quyosh nurining qaytish hisobiga siydi. Mana bu qaytish burchagi bizda albedo deb ataladi. Albedo burchagi hisobiga siydi. Endi tog'liklardan yuqoriga ko'tarilganimiz sari tog'liklarning yuqori qismida mana bu yerda muzli chegara bo'ladi. Bu nival zona deb ataladi. Aynan mana shu nival zonaning hosil bo'lishi, haroratlarning hosil bo'lishiga sabab tog'dan yuqori ko'tarilmasa haroratning pasayib borishi. Yerning yuza qismida harorat issiq, yuqoriga ko'tarilgan sari pasayib borishining sababi nimada desangiz,
Mana bu yerda yerning yuzaki qismida moddalar zich holatda joylashgan. Atmosferaning o'zini tortish natijasida ushlab turadi. Yuqoriga ko'targan sari moddalar siyraklashib boradi. Kislorod karbonlangan o'zida issiqlikni saqlab qoladi. Shuning uchun ham biz tog'dan yuqoriga ko'targan sari harorat pasayib boradi. Buning asosiy sababi aynan mana shunga bog'liq hisoblanar ekan. Ya'ni, demak, moddalar yerning yuzaki qismida zich, qaytgan nurini ushlab qoladi. Tog'dan yuqoriga ko'targan sari moddalar siyraklashadi. Shuning uchun ham quyoshga yaqinlashsakda harorat pasayib borar ekan. Endi tog'ning etak qismida harorat plus 24 gradus bo'ladigan bo'lsa, agar tog'ning baland qismi 6000 metr, demak, tog'ning baland qismi demak 4000 metr balandlikda joylashadigan bo'lsa, haroratimiz bizda yaxshi ma'lumki, har 1000 metrda havo haroratimiz yuqori ko'tarilgan sari -6 gradusga o'rtacha pasayadi. Bu yerdagi havo harorati 0 gradusga teng bo'ladi va natijada muzliklar hosil bo'ladi. Muzning tag qismi mana bu joyda eriydi-da, ayrim joylarda g'ovak jinslar oralig'ida pastga tushadi. Agar u tog'ning etak qismida chiqsa, muzdek holatda, agar u yerga issiq termal joylarga tegib pastroqdan chiqsa, yuqorida erigan muz pastroqdan chiqsa, issiq holatda chiqadi. Bu buloqning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi muzliklarning hosil bo'lishi aynan mana shu tabiiy jarayonlar natijasida hosil bo'ladi. Endi bizga yaxshi ma'lumki, iceberg degan tushuncha bor. Icebergning hosil bo'lishiga sabab nimada deydigan bo'lsangiz, mana bu Antarktida hududlarida muzlarning qalinligi 4,5 metrgacha yetadi. Uning sohil zonasida, ya'ni Antarktida hududlarida sohil zonasida muzliklar sinadi va dunyo okeani hududiga tushadi. Eng katta iceberglarning uzunligi demak 170 kilometrgacha yetadi. Bu juda yirik hisoblanadi. Endi icebergning tomoni uning 7 dan 1 qismigina dunyo okeani havzasiga ko'rinib turadi. Demak, qolgan qismlar dunyo okeanining tubida bo'ladi. Bizga yaxshi ma'lum bo'lgan mashhur Titanic kemasi, demak, uni harakatlanayotganda Amerika hududlariga ketayotganda o'sha icebergga urilgan hisoblanadi.